Ko'chada jurnalist bir neger odamdan so'rayapti. "Ro'zamisan?" desa, "Ha, ro'zaman" deyapti. "Hozir ro'zangni ochasanmi? Ro'zangni olsang, men senga o'sha iPhone'ning eng oxirgi rusumdagisini beraman. 12simi bor ekan, shuni beraman" deyapti. "Ochmayman" deyapti. Bu endi o'zicha haligi qilgan bitta bir video ishlagan. Bir uzun ko'ylak kiygan bir yigit o'tib ketdi. "Sen musulmonmisan?" "Sen musulmonman" deyapti. "Hozir men shu suvni beraman, ichasan, agar olsang shu iPhone'ni beraman" deyapti. "Ochasan, ochaman" deyapti. Neger hayron. Men och mana beramansa, suvni ochyapti bakalashgani, neger haligi bolani qo'lidan uzun ko'ylak kiyganni qo'ldan haligini tortib olyapti. Bakalashgani tortib olyapti. Suvni to'kib tashyapti ichmaga. Jurnalist aytdi, "Suv yerga to'kilgan suv ichasanmi? Mana shu iPhone'ni olsa yotib ichmoqchi. Boyagi yotib ichmoqchi bo'ladi, neger itarib nariyoqqa ichmagin" deyapti. Keyin haligi jurnalistga bilan boyagi yigit, "Biza yashirin kamera qilyotgandik. Sani bir e'tiqodingni, Allohga bir muhabbatingni, bir ibodatingni, ro'zaga bo'lgan muhabbatingni bir sanamoqchi edik. Skriti kamera qo'yuvdik. Senga rahmat, mana shu iPhone senga deb boyagingni o'sha negerga beryapti." Taqvo bu. Taqvo qarang, bizlar qancha yeb ichganlarni ko'ryapmiz. Boy ko'chadan chiqib kelyapman, ikkita kap katta 25lardagi yigit bemalol ko'chada morojniy yeb ketyapti. Mashinani to'xtab oynasini tushirdim-da, men aytdim, "Do'stlarim, birodarlarim, bu ro'za-ku" dedim. "Ro'zada uyalmaysizlarmi?" Desam, bo'ynini egib turibdi. Loqal aytib qo'yish kerak.